Parova отоплениеге ulansa bo'lavi. Конечно, bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning bugungi jumush parova отопление. Xo'p, bunaqa pechka tushyapti inshaalloh. Bunaqa pechkani solib beramiz. Bu komnata bilan orqa komnatasini radiatordan keragi yo'q. Duxovkalarning o'zining jilig'i jetadi. O'shunda hisoblab qo'yganlar. Buna bir komnata, детский bo'ladi, je spальный bo'ladi. Buna dag'i bir komnata, гостиный bo'ladi. Также bu yoqda dush и холл. Bizning parova отоплениyaning kuchi shu zavideniyani jiltib berishga jetadi. Undan yog'i oshiqcha. Xo'p, inshaalloh kotellarni meni kelib jasab beramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa 559 62 62 42 WhatsAppdan chiqasizlar. Aqchalarni hisoblab beramiz. WhatsAppdan chiqqanda qanday pechka solish kerak? O'shunday pechkani 2 kun jiltattirgan va ichine kotel tig'ib